Endi siz deb baqsangiz Dolqun efendim, qanda zaruriyat tufaylidan mush katta eser bu qitim ovozliq nashrga nashr qilindi, mushning tayyorlandi. Bu eser hammamizga ayon 1987-yili Millatlar nashriyoti Uyg'ur tahrir bo'limida tahrirlanib, Millatlar nashriyotida nashrdan chiqib, keyin Markaz xalq radio stansiyasi Uyg'urcha chastosida anlatilgandan keyin bu asar jamoat orasida nihoyat yaxshi ta'sir paydo qildi. Ondan bu asar yana 1991-yili mamlakatlik Osonliq millatlar adabiyoti Tulpor mukofotiga erishgan. Mana shunda har qaysi jihatda bir nadir asar bo'lganligi uchun biz bu plan qilib ham Urumchi Irpon elektron shirkati buni mablag' silib, shu Millatlar nashriyoti Uyg'ur tahrir bo'limida tahrirlangan ham Markaz xalq radio stansiyasida anlatilgan nusxasi bo'yicha yil 5-da plan qilinib, ovozliq nusxasi nashrga tayyorlandi. Nashrdan chiqqandan keyin ondan bir yil oktyabrda Jungo Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqot jamiyati tomonidan uyushtirilgan bu san'at kechiligida butun jamoatchilikka bir qurboniyatlik sovg'at sifatida taqdim qilindi. Endi mushning ovozliq nashri qancha soat o'chirish to'qildi? 34 soat 33 minut atrofida bo'ldi. Bu o'zi bir 1000 betdan oshadigan cho'ng hajmlik roman. Demak, bu romanni o'qishda Markaziy xalq radio stansiyasidagi yosh lektorlar o'qidi, shundaqmi? Shundaq. Ovozliq nashri bilan o'qirmanlar uchrashgandagi ularning inkosi, ta'siri nisbatan yaxshi deymi? Nihoyat yaxshi bo'ldi. Buni saqlash ya qayta anglash ehtiyoji bor odamlar deskini saqlab anglasa bo'ldi. Endi mening yana bir narsani bilgim kelyapti. Mushundaq takror emgakning ahamiyati bor deb qaramsiz? O'xshamagan odamlarning o'xshamagan tipdagi ehtiyojini qandirish jihatida buni ahamiyati bor. Endi Yalqunqa marhum davlat arbobi, uningkin shoir, yozuvchi, dramaturg Sayfiddin Azizning mayli tarixiy roman yoki she'r, nasr yoki maqollari o'qirmanlarga tunishliq. Bo'libmi Sutuq Bug'raqa romani Sayfiddin Aziz ijodiyatidagi bir vakil xarakterlik asar deyishga bo'ladi. Mush nuqtadan aytganda Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotida Sayfiddin Azizning mushu Sutuq Bug'raqa romani qanday o'rin tutadi? Sutuq Bug'raqa romani Uyg'ur adabiyotiga nisbatan bir vakil xarakterlik asar hisoblanadi. Sayfiddin apandimninki butkul hayoti ijodiyat bilan, izdinish bilan o'tgan hayot. Gerçi u kishi nihoyat ko'p vaqtini siyosiy munbarlarda, inqilob qaynamlarida o'tkazgan bo'lsa-mu, ammo yana zihniy kuchini markazlashtirib, adabiyotning turli janrlarida ko'pligi asarlarni yozib, bir mo'lusulliq adab sifatida olim ketdi. Biz eslab baqadigan bo'lsak, Sayfiddin apandi 1935-yili 20 yoshda Toshkentga o'qishga chiqqan. Toshkentdagi 2 yillik o'qishini tamomlab kelib, Cho'chakdagi ma'lum bir gazetda muharrirlik qilgan. Bir mezgil o'qituvchilikni qilgan. Bu Sayfiddin apandimninki tunji ijodiyati Cho'chakda boshlangan. Ya'ni Yetim to'xti degan hikoyasi 1938-yili Cho'chakdagi Yangi hayot degan jurnalda e'lon qilingan. Shundan keyin Manzara, Yodikor qatorliq mana hikoyalarni yozdi. 18 avgust chaqirilmagan mehmon degan dramalarni yozdi. 3 viloyat inqilobi davrida qanday asarlarni yozdi deganda Xalq do'lqini degandek povestlarni yozdi. Qisos degandek hikoyalarni yozdi. 1950-yillardan keyin hikoya jihatda Turdi Qosimning Xo'shallig'i degan hikoyalarni, Kurash yo'li degan dramalarni yozdi. 1980-yillardan keyin Sayfiddin apandimning ijodiyatida haqiqatan bir mo'lusulliq davri boshlangan. Bu boshlanish yoki hikoyadan, yoki dramadan, yoki povest romanlardan boshlangan. Adabiyotning barliq janrlaridan boshlangan. Eng oldi bilan Avliya ota degan hikoyasi jamiyatga nihoyat yaxshi ta'sir paydo qildi. Ondan keyin operasi Aman Nasaxon degan shu kitob bo'lib chiqqandan keyin bu jamiyatda kishilarningki shu drama janriga bo'lgan, opera janriga bo'lgan tushunchisini shakllantirdi ham Aman Nasaxonningki badiiy obrazini tunji qatim Uyg'ur o'qirmanlarining qalbida tiklaydi. 80-yillarning oxirida bo'lib 87-yili ikki parcha muhim asar chiqdi. Birisi tarixiy povesti Tangirtog' burkuti. Yana birisi shu Qarxoniylar xonligininki qurg'uvchisi bo'lgan Sulton Sutuq Bug'raxonning hayotiga bag'ishlangan Sutuq Bug'raxon nomli romani. 1990-yillarda Sayfiddin apandimning yana ko'pligi asarlari e'lon qilindi. 2 tomlik umr dastoni nashr qilindi, 1 tomlik ruboiylar to'plami chiqdi, she'rlar to'plami chiqdi. Ham o'zi Aman Nisa operasini ssenariylashtirib,
оны кино телевизия сценарийsi qilib yozib chiqdi. Sutuq Buğraxan romanı muşu Seyfiddin Efendim'ninki özünün hayatıdılım oyun болып қалмастан 20 asır Uyghur edebiyat üstüne etqandımı bir vekil karakterlik, namayandı karakterlik eser deb ayta olamiz. Endi Dolqun Efendim Muş Qaraxanlar sulalısınınki qurğutisi hesaplangan Sultan Sutuq Buğraxanның hayatıga bag'ishlangan muşu yirik eser butkul Uyghur tarixida Uyghur medeniyetide qanday salmoq va vaznni egallaydi deb qaraysiz? Endi Sutuq Buğraxan desek bizning ko'p qism kitobxonlarimizga birinchi keldigan uchur tunji bo'lib islom dinini qabul qilgan podshoh deb ko'p odam tushundi. Endi mush islom dinini qabul qilish bilan mush jarayondagi O'rta Osiyoning, masalan, Abbosiylar xalifligining munosabati, mush 10-asrdagi butun tarim o'ymonligi atrofi bilan Sharqning, G'arbning munosabati bizning diqqatimizni tortadi. Dal bu vaqtda Abbosiylar xalifligi nihoyatda kuchaygan. Hatto butun islom ellari, O'rta Osiyo, O'rta Sharq mush ellari bir madaniyat jihatda yuqori pallaga yetgan. Buxoro, Mavarnahr, Bag'dod o'rtasida bir madaniyat yo'li shakllandi. Mush ulanish bo'lgandan keyin ondan mushu madaniyatning ta'siri bilan keyindan ulab bizdan Mahmud Qashqardek, Yusuf Xos Hojibdek, Ahmad Yuknakidek, Ahmad Yasaviydek mushunda Qaraxonlar davridagi masalan 4 buyuk adib yoki faylasuf mushu O'rta Osiyo yoki Abbosiylar xalifligining madaniyat chambarining ta'siri bilan keyindan ulab 11-12 asrlargacha bizdan mushunda buyuk olimlar ham buyuk asarlar maydoniga chiqdi. Endi mana sharq taraf qaraydigan bo'lsak, dal 10-asrda o'xshashlar bizning Qo'jo, Ko'san rayonlarimizda o'xshashli Budda dinimi nihoyat taraqqiy topgan. Bizning ajdodlarimizning ayni vaqtdagi o'rni bir necha xil madaniyat, bir necha xil din, ham kuchaygan dinlarni o'zaro qabul qilgan, o'zaro madaniyat almashgan, shu chog'dagi bir yangi o'zgarishga, yangi madaniyatga, taraqqiyotga to'g'ri qaraydigan kallasini nihoyat ochiq bir davrning borlig'ini his qilamiz. Demak, mushu nuqtani aytgan chog'da bu 10-asr atrofidagi bu Sutuq Buğraxan davrininki bizning Uyg'ur madaniyatimizda nihoyat yaxshi bir oltin davri bo'lgan. Hayotning qomusini oshqin amdi. Bang'oshliq, bexudlikdan qochqin amdi. Bilikning konidan go'harni tanlab, xaloyiq boshlariga choshqin amdi. Endi Yalqunka biz muhokama qilayotgan Seyfiddin Azizi Efendimninki mushu Sutuq Buğraxan romanninki badiiy muvaffaqiyatlari sizning qaysi jihatlarda ro'shan deb qarashga bo'ldi? Uyg'ur romanchiligi 80-yillarda, ya'ni 1980-yillarda rasmiy boshlanish mezgiliga kirdi. Bu Sutuq Buğraxan romanimi ana shundoq romanchiligi gullab yashnab ketmagan, namrat holatda turayotgan, ham shakllanish holatida turayotgan bir millatning adabiyoti borliqqa kelgan. U vaqtdagi adabiy asarlarni baholash mexanizmlari jonliq emasdi. Shunga 1980-yillarda barliqqa kelgan romanlarga nisbatan biz shu davrning o'zining o'lchimida qaraydigan bo'lsakmi, Sutuq Buğraxan romanida xalijiq muvaffaqiyatlarninki hozirlanganligini ko'ra olamiz. Bu asarninki mayli qurilmasining o'rinlashtirilishi bo'lsin, bayon qilinish san'ati bo'lsin, personajlarni yaratishdagi metodi bo'lsin, har qaysi jihatlardan izdinish tipidagi bir asar ekanligini, yozuvchining astoydil pozitsiya tutib, mushu tariximizdagi eng shalliq davr bo'lgan Qaraxoniylardan iborat bir parlaq davrininki nima uchun parlaq bir davr bo'lganligini Sutuq Buğraxandan iborat bir bosh personajninki hayoti va faoliyatlariga, uning dunyoqarashi va iddisiga bog'lab turib tushuntirib beradigan. Hamda bizga ma'lum Sutuq Buğraxan bu odamninki hayotida islohotchilik iddisi bor. Mayli e'tiqod islohoti bo'lsin, mayli madaniyat islohoti bo'lsin, bir davrni yangidan isloh qilib, parlaq bir davr yaratishga imkoniyat hozirlagan taraflarni aytib. Demak, shu Sutuq Buğraxan obrazda yoki o'zining tarixiy obrazda qanday xususiyat bor deganda, eng yetakchi xususiyat ma'rifatparvarlik ro'yi bor. Bir gullangan bir jamiyat qurish, adolat ma'nisiga ega bo'lgan bir jamiyat qurish, kishilar xotirjam bo'lgan bir jamiyat qurish. Shunga Qaraxoniylar tarixi bizning tariximizdagi eng sharafli bir, unutilg'isiz parlaq bir davr bo'lib tariximizdan o'rin oldi. Shunday bir tarixiy davrninki yaratilishida turtkilik rol o'ynagan ham boshlamchi loyihachi bo'lgan. Shuningga
asoschi bo'lgan bir shaxsningki obrazini yaratish bu nihoyatda yuqori badiiy did talab qiladigan ham yozuvchiga nihoyat qiyinchilik keladigan taraflari ko'p. Chunki buning tarixiy nuqtadan qaramasa bo'lmaydi, adabiyot nuqtasidan qaramasa bo'lmaydi. Ham tarixiy nuqtadan qaraylik desak, Sultan Sutuq Bug'roxonning hayoti haqida mukammal bir asar yo'q. Mukammal bir tarix bo'lmagan bir odamningki mukammal bir badiiy obrazini yaratish yozuvchidan haqiqatan cho'nqur izlanish ham cho'nqur o'zini beg'ishlash shunday bir adabiy stilni talab qiladi. Bu romanningki hamda muvaffaqiyat eng muvaffaqiyatli chiqqan tarafi nima deganda, hozirgi zamon kishilarimizning qalbida Sutuq Bug'roxonning ma'naviy obrazini dastlabki qadamda shakllantirib, uni bir ma'naviy milliy boylikqa aylantira olganligini deb aytishga bo'ladi. Endi Dolqun apandim ilgirmi Qutat Qublikdan iborat 11-asrda barliq kelgan Qarag'allar sulolasidagi Yusuf Xos Hojibning katta asrini ovozliq nashr qilib o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan. Shu ovozliq asarlar bir yangi hodisa, yangi shay'i, yangi kashfiyot sifatida biz bilan uchrashyapti. Demak, ovozliq asarlarning barliq kelishi qanday bir hodisa? Buning tarixi haqida bir tushuncha berib o'tsangiz. Bu ovozliq asar deganimiz ham oddiy qilib aytganda ilgari qog'oz shaklda kitob bo'lsa biz kitobni o'qiymiz. Ovozliq asar barliq kelgandan keyin biz kitobni anglaymiz hamda. Shu buyuk asarlarni o'zining kitob jihozlarida qo'yib qo'ydi, aytib lekin bu asarlarni o'qiydiganga amaliyot nurg'a odamning vaqti chiqmaydi. Shunday ahvol ostida buni tartish, yana bir shaklda tartish jihatda buni ahamiyati bo'ldi. Hamda ovozliq asarining tarixiga kelsak, bu 1934-yili Amerikada barliq kelgan shakl, shu internet to'ri bilan, shu sanoat inqilobi bilan munosabatli. Ham buning jarayoni, shu munosabatli bir jarayonni eslab o'tsak, 5-6 qitimliq bir fan texnik inqilob bo'ldi. 20-asrning 30-40 yillarda internet to'ri, shu har xil nashr shakllari barliq kelib, inson bilan insonning munosabati bir yuqori pallaga yetdi. Uni keyin 4-5, 6 qitimliq fan texnik inqiloblar bo'lib, nihoyat zo'r olamshumul natijalar barliq keldi. Demak, bir-birlab butun sanoat inqilobi shu odamni markaz qilib, odamning unumini oshirishni maqsad qilib kelgan. Shunday bo'lgan vaqtida bu taraqqiyotlar ba'zi a'zolarimizning yukini yengillatadi ekan, ammo ba'zi a'zolarimizning yukini yengillatmaydi ekan. Masalan, odamning miyasi bilan ko'zi buni yengillatmadi. Sanoat inqilobi bo'lgan sari, jamiyat taraqqiy qilgan sari oddiy ko'zni olsak, insoniyatning ko'z quvvati bo'lgan sari ojizlab ketyapti. Hatto qanchalik taraqqiy qilgan shaharlarda insonning ko'z quvvati ojizlayapti. Shunday ahvol ostida barliq sanoat yoki savdo sohasida shu odamning yana qanday a'zosiniki, qanday ehtiyoji yangillatilmadi. Mushaqda izlanish bo'ladi. Butun savdoning amaliyot qonuniyati mushu bo'yicha ketib boradi. Shunday bo'lgandan keyin ovozliq asarning bir cho'ng aloyligi bizning ko'zimizni ozod qildi. Shuning bu jihatni aytgan chaqda bir yangilik yoki bir haqiqatan amaliy unumi va bir ish bo'ldi. Binoning ulini pishiqla mazmut. Urug'dan biqlig'an mo'ysini ching tut. Kamtar bo'l, armonlar oldingda texi. Cho'ng umid kutmakda senimdan al yurt. Endi Yolqinka, bu qitim endi Erpan şirketi bazag'i sag'an mushu Sutuq Bug'roxon romanninki muqovasida Sutuq Bug'roxonning portreti nurg'un kishilar uchun bir yangilik bo'lib tuyuldi. Balki mushu bir parcha maybo'yoq rasmninki barliq kelishida nurg'un oq ko'rinish va ijodiyat musofasi bog'i deyman. Sutuq Bug'roxonninki bizningki milliy hayotimizdagi eng buyuk podshoh ekanligida shak yo'q. Ammo hozirgacha Sutuq Bug'roxonninki obrazi rasmiy ravishda sizilib xalqning qalbida Mahmud Qashqari, Yusuf Xos Hojibning obrazida o'rin ep bo'lmadi. Keyin biz ba'zi ichkari o'lkalarga bordik, chet ellarga chiqdik, u yerlarda xilma-xil har qaysi millatlarning tarixidagi munavvar shaxslarningki haykalini yoki bo'lmasa maybo'yoq rasmlarini ko'rdik. Shu jarayonda bizdagi bu istak texmi kuchaydi. Bu yilning boshida Erpan shirkatininki mas'uli Abdulla bilan maslahatlashib, shu Sutuq Bug'roxonninki obrazini biz ma'lum bir rassom bilan so'zlashib, shuni bir barliq keltirishga tirishsak bo'ldi ekan. Shuni biz maslahatlashib qarasak, ba'zi bizning danglik rassomlarimizningki yashinib qolibdi, salomatligi nacharlashibdi, ko'rish quvvati nacharlashibdi. Shuna biz bir qadar yosh
san'at jihatga tarbiyalanishi nihoyat yaxshi bo'lgan, ham ichkari o'lkalarda, ham chet ellarda ma'lum darajada nomi bor. Ham o'zimi an'anavilik bilan zamonaviylikni, qadimiylik bilan yangilikni nihoyat muvaffaqiyatli holda birlashtira oladi deb qaralgan rassomlardan izlaylik deb oxiri biz Najmiddin Azizini topdik. O Najmiddin Azizi o'zi ichkari o'lkalarda nihoyat yaxshi san'at tarbiyasi ko'rgan. Chet ellarda uzoq mezgil turish jarayonidami o'sha rassomlik san'ati jihatdan cho'nqur izlangan. Er ayol shikilsi rassom, biz talabimizni bular yetkazgandan keyin bu Najmiddin Azizi bu talabimizni nihoyat xushallik bilan qabul qildi. Bu qabul qilishda ikki jihatdan nihoyat xushallik bilan qabul qildi. Birinchisi o'zining shunday bir xalqning qalbiga yaqin ham xalqni yoqtiradigan milliy obrazlarning rasmini chizishni o'ylaydiganligini dedi bizga. Yana bir jihatdan meningki buvam Tashaxonim shu Suxboraxonningki qabrisini yasatishgan ko'ngil bilgan ekan. Meningki tog'am bo'lgan Sayfiddin apandim shu romanni yozibdi. Men rassomlik hayotimda ham Suxboraxonning obrazini muvaffaqiyatli bir yaratib qo'ysam, bu meningki oilaviy jihatdan aytganda bir shon sharaf deb bu taklifimizni qabul qildi. Shunga 4 oy vaqt ketdi. Demek nihoyat astoydil sizda butun zehnini berdi. Er ayol ikisi 4 oy qumulda turib, o'sha rasmni chizib chiqib, andan keyin mana bitta deb bu rasmni bizga ko'rsatdik. Biz bir Suxboraxonningki obrazining barliq kelganligidan nihoyat suyundik. Aslında kalktı bu kitabını yazgan jarayonda, mesela bu kitabını yazganda ben Beycin'de köp paranlaşılgan şu vaxtlarda şu Suxboraxonning tarihi obraz doğruluq. Ben bu obrazını yaratışqa nəhayət qiziqdim. Hem bütün zihnim bilan buna kirişdim. Aldınqı 4 ay jarayonda aldınqı 1 aydan oşuq 2 ay vaqtda asosan material ko'rdim, material izledim. Menimcha olsa mayli xulqi mijozi, mayli xarakteri, mayli shu vaqtdagi madaniyat asosiy, anakin din nuqtadan o'zim to'g'ri qardim. Shunday bir obraz chiqsa, balkim Suxboraxonga yaqin bo'lish kerak. Chunki bu faqat bir xil tasvir ostida bo'lgan yaratgan bir obrazda. Palliga yetolmay qolsimu qabram. Manzildan manzilga bosidu navram. Ajdodi izlari qolgan yo'l bilan yetkisi palliga tuman ming chavram. Endi balkim Dolqun apandim sizlar mushu ovozliq nashrni ishlashda, mushu muqovin loyihalashda, mushu portret, rasm, balkim mushu asarning qiymatini oshirish, ovozliq nusxasining bugungi o'sniga bir yangilik bo'ldimi qandaq? Shundoq. Biz nashrdan chiqish oldida bizning nihoyat ko'p zehnimiz mushu portret rasm to'g'riliq bo'ldi. Chunki mazmuni ilgari nashrdan chiqqan, radioda anlatilgan, uningdan bizga jiq qusur taqidek masala yo'q. Ammo portret bir chiqqandan keyin xalq orasida e'tirof qilinadi yoki jamoatga e'lon qilindi. Buni e'tirof qilish masalasi va har xil g'ulg'uli bo'lishi mumkin, fikr bo'lishi mumkin. Shuning biz bu masalaga nihoyat astoydil muomala qildik. Shuning oldi bilan munosabatlik shu san'at mutaxassislaridan fikr oldik. Ondan bu asarga munosabatlik bo'lgan Sayfiddin Aziz oilasidan fikr oldik. Ondan nashriyatning o'zidimi muzokara qilib, shu Najmiddin apandiga bir shu kasbiy jihatdan shuncha kuchli bo'lgan Najmiddin apandiga bir fursat berib, shu jamoatchilik avval bir o'tirib qo'yish, jamoatchilik bir-birlab buni baho berib, ondan asarning qiymatini oshirayli deb o'yladik. Chunki endi bu asar haqiqatan hozirgacha bo'lgan portretlar ichida bir qadar yangi elementlar ko'p qo'shilgan bir portret bo'ldi. Bayam Dolqun apandimni tanishtirganda biz dedik, millatlar unsin nashriyotining muavin boshlig'i deb tanishtirdik. Unda bo'lgandan keyin unsin ishlarimizning taraqqiyoti haqida ba'zi bir savollarni so'rag'imiz kelyapti. Endi shu saxta unsin buyumlarini to'sish ham shu haqqoniy yoki to'g'ri yo'l bilan chiqayotgan unsin buyumlarining hurmatini saqlab qilishda sizning qanday fikr takliflaringiz bor? Endi bu unsin buyumlari yaqinqi yillardan buyongi yangi shay. Optik diskini asosi vosita qilgan
mushkul taritish shakli Abnur rayonimizda yana cho'ng bir bozor bor. Ammo bu bozorni shu saxta nashr buyumlari egallab ketyapti. Bu hamda saxta nashr buyumlariniki bundoq olib ketishda bunda 3 sabab bo'ladi. Birisi qonun nizomlarninki mukammal bo'lmasligi. Ikkinchi birisi texnik sabab. Uchinchi birisi xalqninki shu bilim mulk huquqi bo'lgan tonishi, saposi masalasi. Bizning munosabatli qonun nizomlarimizning e'lon qilinish nisbati jamiyatdagi saxta nashr buyumlariga nisbatan aytgan chog'da nisbatan kengroq bo'ldi. Mayli qanday qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar, saxta nashr buyumining o'zi bir qonunsiz faoliyat. Bu emniyet xalqimizning o'zininki madaniyat faoliyatiga, madaniyat shirkatlariga, nashriyat o'rinlariga o'rtaq ziyon yetkazadigan bir ziyonli ish. Hozir men qarasam, nurg'un saxta nashr buyumlarining ichida bo'libmi bizning millatlar o'zin nashriyatining nomini ishiltib saxta nashr buyum qilgan mahsulotlar yomon chiqqan. Hamda undaq emas, bizmi boshqa nashriyatlar bilan birlikda biz qadam-qadam qonuniy yo'l bilan nashriyatimizning nomini ham marka huquqini biz tan qo'g'dimoqchi. Hamda uchinchi birisi bu xalqninki qonun engi yoki asar huquq engi masalasiga kelsak, buni haqiqatan davlatimiz fuqarolarininki bu jihatga engini ham qonunga tayinib, ham axloqqa tayinib ko'tarishimiz kerak. Buning bir jarayon ketadi. Yana birisi Unsin bozori bilan an'anaviy kitob nashrininki munosabati masalasi. Masalan, an'anaviy shu qog'ozni vosita qilgan nashr shakli bag'on siri doirasi kichiklayotdi. Torni, elektron kitobni yoki unsinni vosita qilgan bu nashr shakllari bag'onsi doirasi kengayotdi. Ham mening ko'z qarashimda bundoq. Qog'oz kitobninki doirasi bundan keyin bag'on siri ozaydi, lekin u yo'qolmaydi. Uning qog'oz kitobning qimmati yanada kishilarni uzoq vaqtgacha astoydil konkret ko'rdigan odamning nisbatan u mangu uning o'zining qimmatini yo'qotmaydi. Ammo kishilarning tanlash shakli har xillashidir. Endi Yalqunqa Najmiddin apandim Qumuldi ayoli bilan nihoyat ko'p ijtihod qilib, shu asarga cho'kib, oxiri shu obrazni muvaffaqiyatli yoritibdi. Endi siz shu obrazninki yoritilishiningki muvaffaqiyatli taraflari, yorqin nuqtalari qaysi taraflarda deb qaraysiz? Bu rasmni ba'zilar biz ko'rsatib bakkandan keyin kishilar ba'zilari o'zininki fikrini dedi. Biz bu fikrlarni xulosalab baksak mundaq bo'ldi. Ko'pincha kishilarningki kallasida podsho degan undaq bo'lmaydi ekan. Podsho degan 1001 kecha hikoyalaridagi arab podsholardek bo'lish kerak ekan. Ya'ni ba'zilar o'ylaydi ekan, bu cho'qim janggohda jangga qo'mondonlik qilayotgan surlikmi jang kiyimlarini kiygan ayvilik holatda bo'lsa, undan bu Sutqubog'raxonning haqiqiy obrazi bo'ladi deb o'ylaydi ekan. Amaliyotda Sutqubog'raxon qanday tarixiy reallik ostida dunyoga kelgan deganda, Qarxonilar xonligini qurgan qabila necha ming yillik chorvachilik madaniyati an'anasiga ega qabila. Bular Qarxonilar xonligini qurgan vaqtda o'zining madaniyat an'anasi bilan to'liq xo'shlashib bo'lmagan. Sultan Sutqubog'raxon tunji qatam Uyg'urlarda keng ko'lamli e'tiqod islohoti olib borgan, ham madaniyat islohoti olib borgan. Ham bu islohotni qachonda olib bordi deganda, yosh vaqtida olib bordi. Shunga Sultan Sutqubog'raxonningki mayli madaniyat tarixi orqali ko'rinishi bo'lsin yoki real jamiyatdagi shu vaqtdagi ziddiyatlarningki nuqtasi turayotgan ahvoli bo'lsin, Sultan Sutqubog'raxon umuman 3 turli ziddiyatningki markazida turgan. Birinchisi tog'isi o'g'ilchaqdan o'ziga mansub bo'lgan xonlik taxtini tortib olishdan iborat shunday bir keskin kurashni boshdan kechirgan. Shunga buning vujudida bir xil tavakkulchilik, qaysarlik va nihoyat mustahkam bir iroda bor. Bu uning xarakteristikasi. Yana bir jihatdan dunyodagi islohotlar ichidagi nihoyat qiyin bo'lgan shu e'tiqod islohotini amalga oshirgan. Demak, e'tiqod islohotini o'ngishli amalga oshirishmi bir odamning hayotidagi nihoyat cho'ng tavakkulchilik ham nihoyat mukammal bir aqliy qurilmaga ega tadbirchan bir odamningki qo'ldan keladigan ish. Shunga Sulton Sutqubog'raxonningki xarakterida intayin sharafni ko'rarlikka ega ham nihoyat zil masalalarni bartaraf qila oladigan aql farosatga ega shunday bir xarakteristikasini ko'ra olamiz. Shunga bu Sulton Sutqubog'raxonning obrazini yaratgan vaqtda Abdullah dal mana shu taraflarni nazarda tutib, uni hashamatlik, surlik o'rdining ichida qo'ymagan. Qirchab qaynayotgan jang maydoniga qo'ymagan. Uni sirtda muayyan bir payt va muayyan bir masala ustida nihoyat jiddiy keskin bir ifoda bildirayotgan holatini shunday bir momentdan tutib olgan. O'zininki so'l yonpishidagi qilishni so'l qo'li bilan nihoyat mahkam tutganligi, anandan keyin
o'ng qo'lida o'zining maydasini ko'rsatib turib, "Milli bo'ldi ekanman, bu ishni oxiriga chiqarmay qo'ymayman" deydigan bir xil irodasini namoyon qilayotganligi chiqib turdi. Bu bir islohotchining obrazi. Bu bir yangi bir tarixiy davrni yaratadigan odamning obrazi. Shuningdek kiyim-kechakka ahamiyat berish orqali obrazning surini oshiradigan mandaq an'anaviy qalbdan qochib, iloji va obrazning ichki ro'yitini qazadigan, xarakteristikasini yaratadigan, barliq ko'ngil bilish nuqtasini uning xarakterini ichib berishga yaratgan. Shu Ro'sayt akamizning Tangirtog' tarimsir kechmişdullah degan bir she'rda Sulton Sutuq Bo'raxon haqida to'xtalgan ozroq bir she'risi bor. Shuni bir o'zingizlarga sunsam. Bir zamonlarda Qaraxonlar xon bo'lib, danqi keng alam ichida afshon bo'lib, chopchigan baytallar raxshan bo'lib, olmiliq mochindiki maydon bilan. Boshqacha nusrat to'lgan u zaman. Boshqacha javlandi bo'lgan u zaman. U zamanda yurt paravan el aman, dil huzurda şerbeti peyman bilen. Şu zamanın katısı Sultan Sutuq. Adali adaletin küçüp yürgen utuq. Kiyinki tarih betri bolğaş tutuq. Ruh yığılap töktü yaş Afgan bilen. Biz bugün söhbət üstəlimizdən orun ağan Dolqun Qadir şundaqla Yalqın Roza əpəndimlə bilə nəhayət köngüllük paranlaşdıq. Tarixning aks sadasi Sutuq Bo'raxon romani degan temada nəhayət köngüllük paranlaşdıq. Xalqimiz seg'ingan esil asarlarning har xil vasitlar orqali xalqimiz bilan yuz ko'rishi nəhayət xo'shallik ish. Biz bu asarning barliq kishilarga manfaat shundaqla lazzat ato qilishiga chin qalbimizdan tilakdoshlik bildiramiz.